Yaxshi ishlab turgan xodimlaringiz nega motivatsiyasi tushib ketadi? Bu uchun 3 ta sabab. Birinchi sabab, siz xodimga e'tiboringiz kamayadi. Ya'ni kompaniya kichkina bo'lgan paytda siz har doim xodimlar bilan tez-tez munosabatda aloqada bo'lib turasiz va ishlaringiz ko'paygandan keyin ularga bo'lgan e'tibor tushishi mumkin va bundan albatta ularning motivatsiyasi tushadi. Ikkinchi sabab, ichki shaxsiy muammolari ko'payib ketgan bo'lishi mumkin va bularni qanday yechish va bularga tayyor bo'lmasligi mumkin. Uylangan bo'lishi mumkin yoki oilaviy muammolari, ularni qanday hal qilish yo'llarini bilishmaydi. Uchinchi sabab, hayotda xodimni aniq maqsadlari yo'qligi va bular juda ham ko'p, qaysi biriga fokus qilishni bilmasligida. Va siz lider sifatida uni kelajakdagi rivojlanish planlariga yordam berishingiz kerak. Bu muammoni ikkita yo'l bilan hal qilishingiz mumkin. Birinchi yo'l, xodimlaringiz uchun bir haftada bir marta vaqt ajrating. 1 soat, 2 soat ular bilan tabiat qo'yniga chiqish yoki yuzma-yuz gaplashib, planlari, nima shaxsiy, ichki hamma muammolarni bemalol gaplasha olishingiz kerak, ochiq. Va ikkinchisi, o'zingiz ularning rivojlanish planlarini tuzib chiqing. Ma'lumotlarni to'liq ovozli shaklda Telegram kanalimizga yuklaganmiz va Telegram kanal havolasini olish uchun izohlarda plus belgisini qoldiring.